Oxirgi paytlarda hamma Xitoyga boykot qilamiz. Xitoyliklar ochgan bozordan kiyim sotib olmaymiz, Xitoyliklarning narsasini olmaymiz, Xitoyga boykot qilaylik, narsasini olmaylik deb juda ko'p videolar, murojaatlar qilishyapti, gapirib chiqishyapti. Hammasi qimmatfurush tadbirkorlarda, bozorchilarda uydirma gaplari. Men misol Xitoy magazinga kecha kuni kirdim. Oddiy jinsi shimlar 79 mingdan, vodolazkalar 65 ming, 69 mingdan, 79 mingdan-da. Krossovkalar sizlar sotayotgan bozorda original Xitoyda originali deb 450 ming, 580 ming yotganlaring 189 mingdan, 169 mingdan turibdi. Endi qaranglar, bizga aslida kim dushman, kim do'stligini yaxshilab ajratib olaylik. Xo'p, ko'pchiliklar uyalmasdan gapirib chiqyapsizlar. O'zbekni podдержка qilish kerak, qimmat bo'lsa ham bizdan sotib olinglar deyapsizlar. Sizlarga do'st bo'lishimiz uchun sizlar bizga birinchi do'st bo'lishinglar kerak emas. Sizlar Xitoydan arzon narsa sotinglar bizga. Yoki bo'lmasa Xitoy bilan bir xil narxda arzon krossovkalar, arzon kiyim-kechaklar sotinglar. Mana biz sizlarni keyin podдержка qilaylik. Qanaqa qilib ular arzon narsa sotib kelyapti-da, biz sizlardan qimmat narsa sotib olishimiz kerak. Qani batta logika, qani haqiqat kechirib qo'yasizlar. Misol oddiy sotdilaringda o'tgan yillari 120 mingdan tapchika sotdilaring. Xitoyda turibdi magazinida 35 mingdan turibdi. Uyat yo'qmi? Xitoyliklar o'shanda ham foyda qilyapti. Sizlar Xitoydan nechta pul olib kelgansizlar o'sha 120 ming tapchikalarni? Xitoyliklar normal jinsi shim sotishyapti 79 mingdan. Sizlar 280 ming, 350 mingdan sotgansizlar. Ular sotyapti, tushunyapsizlarmi? 80 ming, o'sha 79 ming qilib o'shanda foyda ham topyapti. Davlatga patent ham, soliq ham topib, daromad ham qilyapti. Endi sizlar Xitoyga borib bo'tdim olgansizlar. Nech puldan olgansizlar? O'sha 350 ming, 380 ming shimliklarni 20 mingdan olganmisizlar, 10 mingdan olganmisizlar? Xitoyga boykot qilishimiz kerak, Xitoyda haydashimiz kerak. Kechirib qo'yasizlar. O'zbekistonliklar qayerda bor? Koreyada o'zbek, Rossiyada o'zbek, Amerikada o'zbek, Yevropada o'zbek. O'zbek hamma joyga ishlagani borsa bo'lar ekan. Lekin Xitoyliklar kelib, davlat bir-biri bilan do'stona aloqalar qilib, mentat Xitoyliklar tadbirkorlik ish faoliyatini qancha ishsizlarni ish bilan ta'minlasa, biz ularni quvib haydashimiz kerakmi? Boykot qilishimiz kerakmi? Uyat yo'qmi? Shu gaplarni Xitoyliklar tarjima qilib, qulog'iga yetib borsa, O'zbekistondan biznesmenlar, tadbirkorlar kelsa, O'zbekistonga boykot, O'zbekistonga tovar sotmaymiz. Nima qilasizlar keyin? Qatdan tovar olasiz? Sizlar 10 barobar, 100 barobar ustiga keyin xalq qiynaysizlar narsa sotib. Nimaga? Faqat o'zbek mehmonga borishni yaxshi ko'radi, ishlashni yaxshi ko'radi, lekin mehmon kelsa yoqtirmaydi. Nimaga mehmonga borishni yaxshi ko'ramiz, lekin mehmon kelsa yoqtirmaymiz? Nimaga biz shunaqamiz? Menga Amerikada ishlagani tadbirkorlar, investorlar kelsa, Rossiyada ishlagani kelsa, faqat Xitoydan, Koreyaliklar kelib bizda ishlasin. Nima gapchiliklar keladi? Arzon narsa xalqqa foyda-ku, hamma narsa arzon bo'lsa bizga yaxshi-ku. Ishlagan oyligimizga nimadir kelar ekan-ku. Yolg'on deyishtiringlar.